Assalomu alaykum, kanalimizga kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan 1 oylik jo'jalarimizni hamda 3,5 oylik jo'jalarimizni qanday boqish haqidagi video bo'ladi. Bularga maydalangan makkay, starter yem, suvga biosib berib, dam oltirib berib turasizlar. Sovuq suv yozda ichish uchun vitamin bo'lishiga barglar berib turasizlar. Ko'rib turganlaringizdek ancha katta bo'lib qolgan jo'jalarimiz. Aylantirishga chiqarib turasizlar. Hadeb kataga tursa ham uncha katta bo'lmaydi. Katta jo'jalarimizni boqishga keladigan bo'lsak, mana bular ham ancha katta bo'lib qolgan. Shu tarvuz po'choqlarni berganlarini kepak bu. Kepakni mana qilib qo'shib beraversalaring mazza qilib yeydi. Qo'shib yuborasizlar. Bu xo'rozlarimiz qichqirishni o'rganyapti. Sal ertalab sal qichqirib qo'yapti. Hali o'rganmagan, endi o'rganmoqchi. Endi 3,5 oylik. Mana aytgandek kepak sepib bersalaring talashib yeb oladi. Mana bu jo'jalarimiz ham mana barg beringlar yo bargli joyga qo'yiladigan sababi o'zlariga kerakli vitaminlarni olib olishadi. Shunday qilib boqasizlar. Mana shu biz jo'jalarimiz. Shu aytgan maslahatda boqsalaring hammasi yaxshi katta bo'ladi. Inkubatorga qiziqsalaring, kanalga o'tsalaring, inkubator videolari bor. Mana bu jo'jalarimiz. Eng kattasi 900 grammdan oshiq chiqyapti. Ancha katta hammasi. Aytgandek qichqirishni boshlagan sal. Kanalga obuna bo'linglar. Bizning maqsadimiz tezroq 500 ta obunachiga erishish. Bundan qiziq videolar qo'yib boraman. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyalarga yozsalaring chiqarishga harakat qilaman.